Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Zuhriddin Gaming kanali. Do'stlar, bugungi videomizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz juda ham ma'lumotlarga boy video bo'ladi, chunki 3.8 versiya haqida sizga men qisqachagina ma'lumotlar berishga tayyorman. Siz esa bir donaga like bosib, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. 3000 ta bo'lishimizga podpishka qilasiz degan umiddaman. Unda tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. 3.8 versiyamizda metro qaytdi do'stlar. Old o'yinchilar buni biladi. Oldingi sezonlarda metro qo'shilgandi va u metro yer ostida edi. Hozirgi paytda esa 3.8 versiyamizda metro tepada bo'ldi. Mana shunaqangi chiroyli treylerlari ham bor. Samolyotga minganingizdan so'ng mana bu esa Erangel kartamizni ko'rinishi. Kartkadan sal o'tganimizdan keyin resilka bor. Resilkada yonida yangi eventcha qo'shilgan. Bu yerda to'g'risi hali 3.8 versiya to'liq ishga tushgani yo'q. Shuning uchun bug bo'lib bu yerda ko'rsatmayapti. Lekin bu yerda ham juda ham yaxshigina do'xtar bor ekan. Do'xtarni qila olmadim chunki bug bo'lib mana chiqarib yubordi bu yerda. Shunaqangi poyezdlarimiz yurar ekan, to'g'risi juda ham chiroyli ishlangan. Tepadan hamma yoqda moslar qo'yilgan. Juda ham cho'tki grafikada ishlangan. Sizga yoqdi-yoqmadi kommentariyaga yozib qo'yish esdan chiqmasin. Hozir bu yerda poyezdga minib olamiz va qani aynalib ko'ramiz poyezdni. Poyezdga ham kelib oldik. Poyezdga minamiz va ichida nimalar borligini ko'ramiz. Bu yerda ikkita fotorobotcha turibdi, nimalar turib berar ekan bu yerda. Energetik shunaqangi bir ikkita narsalar berar ekan. Poyezdning ustiga chiqib oldim va chiroyli grafikani ko'rmasdan umuman iloji yo'q edi, chunki cho'tkagina ishlab qo'yibdi bu yerda. Moslar ham, hamma narsa grafikasi ham juda ham chiroyli va uzoqdan eventning ko'rinishi. Kartamizda hali event qo'shilmagan, 3.8 versiya to'liq ishga tushmaganligi uchun hozir eventning ichiga kirib ko'ramiz. Mana bu birinchi eventimiz bo'lar ekan. Erangelda ikkita event bo'ladi. Eventni ham ichiga kirib oldik. Bu yerda eventning ichida lootlar yo'q, hali to'liq ishga tushmaganligi uchun loot yo'q bu yoqda. Lekin juda ham krisalik qiladigan joylarni ko'paytiryapti PUBG. Juda ham eventimiz juda ham katta bu yerda. Do'stlar, videolarimizda kamchilik yoki xato bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yaman. Eventning ichida mana bunaqa joy bor ekan. Buni ishga tushirganingizdan so'ng poyezd kelar ekan va ichidan loot berar ekan. Hozir ko'rib turganingizdek, men bu yerda ishga tushirdim buni va poyezd kelyapti bu yoqdan. Menimcha poyezdga minib ketsam kerak deb o'ylagandim. Bu yerda bu tugagandan so'ng loot ham berar ekan. Lootlari juda ham yaxshi desa ham bo'ladi, chunki o'zini ko'taradigan va karyak va snayperskiy orужиялар berdi hammasini. Mana bu karta esa eventimizning kartasi. Bu yerda ko'rib turganingiz juda ham katta va chiroyli ishlangan hammasi. Endi esa drop bor joyga borib ko'ramiz qani u yerda nima bor ekan. Bu yerga ham kelib oldik. Bu yerda ikkita eventimiz ekan. Bu ikkinchi eventimiz. To'g'risi oldingi sezonlarda hamma eventlar tepada bo'lganda, endi esa pastda bo'lyapti. Eventlar hammasi metro tematikasiga moslangan va juda ham chiroyli ishlangan katta joylar. Hammasi juda ham zo'r. Sizga yoqmagan yoki yoqqanini kommentariyaga yozib qo'yish esdan chiqmasin. Ikkinchi eventimizda mana shunaqangi shop bo'lar ekan. Bu esa juda ham chiroyli. Qayoqqa yursam o'sha yoqqa turib qarab turibdi. Eventimizda ichida mana shunaqangi mashinalar ham bug bo'lib turibdi, hali to'liq ishga tushmaganligi uchun. Shunday qilib do'stlar, 3.8 versiya haqidagi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketish esdan chiqmasin, chunki sizlarda har bitta yozgan kommentariyalaringizdan ko'rib, o'qib, xato va kamchiliklar to'g'rilashga harakat qilaman.